Diqqat aholiga tezkor xabar. Qirg'izistonda sodir bo'lgan dahshatli kuchli zilzila kuchi afsuski O'zbekiston hududiga ham yetib keldi. Barcha o'zbek fuqarolarini Alloh asrasin. Shoshilinch xabar. O'zgidromet agentligi o'zbekistonliklarga bugun, ya'ni shanba va yakshanba kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Mamlakatda yana qor, yomg'ir va anomal sovuq boshlanadi. Fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi bugun 27 dekabr kuni kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra O'zbekiston bo'ylab havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Qoraqalpog'iston Respublikasining ba'zi joylarida kuchli qor yog'ishi mumkin, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 5-10 daraja iliq, ba'zi joylarda 13 darajagacha iliq. Shimoliy hududlarimizda esa 0,5 daraja iliq bo'ladi. Poytaxtimiz Toshkentda havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Havo harorati 7-9 daraja iliq bo'ladi. Bugun respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushish ehtimoli bor. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalaklar yuzaga keladi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Tog'li hududlarda havo harorati kunduzi va kechasi 3 daraja sovuq bo'ladi, deyilgan xabarda. Diqqat aholiga tezkor xabar. Qirg'izistonda sodir bo'lgan zilzila kuchi afsuski O'zbekiston Respublikasi hududiga ham yetib keldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Tunda sodir bo'lgan Qirg'izistondagi kuchli zilzila afsuski O'zbekiston Respublikasiga ham yetib keldi. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi Farg'ona tumanida 2 ball 48 km, zilzila epitsentri Toshkentdan 277 km janubiy sharqda joylashgan. Zilzila sodir bo'lgan vaqti soat 21:17 da. Magnitudasi esa 3,2 ball, chuqurligi 10 km. Epitsentri Botkent Qirg'iziston Respublikasida joylashgan, deyiladi xabarda.